farzandiga judayam salomatligiga ahamiyat beradigan onalar har doim o'z vaqtida olib kelishadi. Bular bizga birinchi farzandlaridan kichkinaligidan olib kelardilar. 3-farzandlarini ham olib keldilar. Tekshirtirib, ko'rsatib, boladagi o'zgarishlarga ahamiyat berib turadigan onalar olib kelishadi. Lekin shunaqa onalar bor, rasmga olib ko'rib bering deb tashashadi lichkadan yoki bolam 2 yosh, meni ham bolamda shunaqa bo'yin qiyshiqligi, yuzlari qiyshayib ketdi, o'sha deb bitta ona yozibdilar kecha. Ortopedga olib bormadingizmi desam, yo'q, hali olib bormadim deylar. Hali olib bormadim. Bola 2 yosh. Hali olib bormadim deyaptilar. Tushunasizlarmi? Ortoped qabuli har 3 oyda deb bekorga etilmaydi. Bola fiziologik o'zgaraveradi har 3 oyda. 3 oyligida bo'lmagan diagnoz 6 oyligida bo'lishi mumkin. Rasm tashab yoki Instagramda reels ko'rib o'tirib, negativ yozib yoki reels qo'yganimizda voy meni ham bolamda shunaqa deb o'tirmasdan ortoped, nevropatolog, pediatrlarga bo'lmasa bizga olib kelib ko'rsatinglar qizlar. Direktim to'la shunaqa deb, voy meni ham bolamda shunaqa. Necha yoshsan? 2 yosh, 3 yosh. 3 yil davri haqida qarayapsizlar.